Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa yana bir naves sifatli tokimizni o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, bu tokimizni Andijonga olib kelib o'rnashtirdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom Ustozlarining xizmatlaringda O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Kachalaklarni qo'yib berdik. Mana kachalaklar bilan общий bitta qilib olib kelib, bugun xudo xolasa ustanovka qildik. Buni tokimizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga to'ri 60 bo'ldi. Bor uzuniga 11 metr. Общий kvadrat metri, 1 kvadrat metri bularimizniki 250 ming, 230 ming so'm tayyorlab beryapmiz. Lazerli bo'ldi-da bular. Materiallariga keladigan bo'lsak, tepalari 4 ga 2, 1,5 stena bo'ldi. Stoykalari 4 ga 4, 1,5 stena bo'ldi. Armaturalari 12 lik armaturadan bo'ldi. Kachalagimizni $200 olib kelib berdik. Kachalagimiz ham qo'shimcha bonus sifatida arzonroq qilib tayyorlab berdik. Holatni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa uyimizga yarashdi. Kraskalarini mokr asfalt qilib berdik. Mana kachalaklarimiz juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Navesimizga bitta baho berib qo'yaverasizlar mana. Tepasini yopib olsa ham bo'laveradigan holatda bo'ldi bu. Bizim tokimiz, hurmatli aka-ukalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom Ustozlarining xizmatlaringdagi aka-ukalar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar.